Всем привет, men qadrli любимчиklarim. Voy quyosh tushyapti. Qaranglar, hammani uyida bitta kladovkali uy bo'ladi-ku. Biz ham uyda bor xuddi shunaqa bitta uy. Qish ichi hamma yoq olib kirib tashlavergan, lekin tozalanmagan. Hozir shu uyni tozalaymiz, quyoshdan foydalanib. Qani ketdik. Kimda qanaqa bilmadim-u, da biz uyda xuddi shunaqa bitta burchak bor. Qish ichi hamma yoq olib kirib tashlaveradi. Musor, baklashka, nima topilsa shu yerga tashaladi. Shto boshqa uylar top-toza turish uchun baklashka to'lib ketibdi, qish ichi bor-u, bilmadim nimaga. Kompot ichsak ko'proq nimaga baklashka to'lib ketgan bilmayman. 3 qop baklashka chiqdi. Bir amallab o'tinlarni ham chekkaga taxlab olgandan keyin supurishni boshladim. Shunaqa qilib chiroyli qilib supurib chiqqandan keyin o'sha orqalar chiroyli bo'lishni boshladi. Ko'zim quvnadi. Mana bu yerda eski kerak emas basen bor ekan, o'tgan yil jiyanlarim teshib qo'ygan. Shuning ichiga hamma musor soldimda, baylab turib arava olib kelib, zo'rg'a ko'tarib aravaga solib, olib borib shu yerga qo'yib keldim. Musor mashina kelganda olib ketadi. Agar esingizda bo'lsa, tog'am pechka to'g'irladi. Shu pechkadan to'la qum chiqqan ekan devordiga. To'rala qopni ham qo'yib itaraman desam, ma'muzormanda arava yurmaydi-yu. Keyin ikkita qop qilib olib chiqib, hali qumlarni bo'shatdim, chunki musor mashina buni